Assalomu alaykum hammaga. Sizlar bilan Azizbek Kamilov va bugungi videoyimizda Xorazmiy Ovsar loyihasiga ariza topshirishni ko'rib chiqamiz. Buning uchun xohlagan bitta brauzerimizni ochamiz va rtr.uz deb qidiramiz. Birinchi chiqqan saytga kirib olamiz. Sayt ko'rinishi mana shunaqa bo'ladi. Xo'p, saytni ochganimizdan keyin yuqori o'ng tarafda va markazda imtihonga ro'yxatdan o'tish tugmasi bor. Hamma bilsa kerak, Xorazmiy Ovsar loyihasida o'quvchi yoshlar maktabni bitirguncha, ya'ni o'qish davrida bepulga IT va ingliz tilini bepulga o'rganishadi. Buning uchun imtihondan muvaffaqiyatli ravishda o'tish kerak. Hozir esa o'sha imtihonga ro'yxatdan o'tishni ko'rib chiqamiz. Buning uchun hozirda mana imtihonga ro'yxatdan o'tishga bosamiz. Bosganimizdan keyin bizga bitta kapcha ochiladi. Kapchada mana hozir yuqori chap tarafda mana buyruqlar bor. Oldinga, chapga, o'ngga hamda o'ng tarafda navigatsiya, mana yetakchali navigatsiya bor va bayroq bor. Shu navigatsiya yo'nalish bo'yicha bayroqqa yetib borish kerak bo'ladi kapchani o'tishimiz uchun. Hozir mana kapchani qanday ishlashini ko'rib chiqamiz. Bu navigatsiya belgimiz, stilkamiz ikkita oldinga yurish kerak. Buning uchun oldinga yurish tugmasini 2 marta bosamiz va ikkita buyruq bo'ladi. 2 marta oldinga va 1 marta chapga aylanish kerak. Chapga aylangandan keyin yana 1 marta oldinga yurish kerak bo'ladi bayroqqa borish va yana oldinga tugmasi va boshlash tugmasini bosamiz. Xo'p, mana kapchadan o'tdik va bizga ro'yxatdan o'tish tugmasi ochildi. Mana ro'yxatdan o'tish tugmasiga bosamiz. Bosganimizdan keyin o'quvchining ism-familiyasi va imtihonni qaysi tilda topshirish kerak bo'lgan ma'lumotlarni kiritamiz. Masalan, Asadov Shohrux o'g'li. U erkak va imtihonni qaysi tilda topshirmoqchi? O'zbek, rus, qoraqalpoq. Hozir o'zbek tilini tanlasak bo'ladi. O'zbek tilini tanlagandan keyin keyingi bo'lim bo'ladi. Keyingi bo'lim mana shu o'quvchining ta'lim haqida ma'lumotlari, ya'ni qaysi viloyatda, qaysi maktabda o'qishi. Masalan, viloyatni tanlaymiz. Hozir Xorazm viloyati, deylik, Bog'ot tumani bo'lsin. Qaysi maktabda o'qiydi? Masalan, 31-maktab. Va bu yil Al-Xorazmiy vorislar loyihasiga faqat 8-sinflar qabul qilinadi. Undan kichigi ham, katta sinf ham qabul qilinmaydi. Ya'ni 7-sinfni bitirib 8-sinfga o'tayotganlar bemalol topshirishi mumkin. Xo'p, undan keyin mana ma'lumotlarni kiritib qo'yganimizdan keyin keyingi tugmasiga bosamiz. Endi bog'lanish uchun ma'lumotlarimizni kiritishimiz kerak. O'quvchini shaxsiy telefon raqami bo'lishi mumkin, ota-onasini bo'lishi mumkin. Buni davlat raqam belgisi orqali, ya'ni +998 tugmasi bilan davlat kodi orqali yozishimiz kerak bo'ladi. +998 masalan. Xo'p, elektron pochta manziliga keladigan bo'lsak, mana bu yerda ixtiyoriy deb yozib qo'yibdi. Xohlasangiz elektron pochta manzilingiz bo'ladi, chunki sizga qo'ng'iroq qilishadi va elektron pochta manzilingizga yoki mana shu yerda kiritgan telefon raqamingizga imtihon bo'lsangiz SMS xabarnoma yuborishadi. Hozir elektron pochtaga kiritib o'tiribman va ommaviy oferta saytlariga rozilik bildirgan holda tugatish tugmasini bosaman va muvaffaqiyatli ravishda talabgorni, ya'ni o'quvchini imtihonga ro'yxatdan o'tkazaman. Xo'p, tugatish tugmasini bosdik va muvaffaqiyatli ravishda ro'yxatdan o'tdik. Sayt manzilini opisaniyada va zakreplaniy kommentariyada qoldiraman. Video yoqqan bo'lsa videoga like bosib o'ting va izohlarda keyingi video nima haqida bo'lishini yozib qoldiringlar. Hammaga rahmat, xayr, salomat bo'ling.